Hammaga assalomu alaykum do'stlar. Yaxshimisizlar, tuzukmisizlar, ishlar bo'layaptimi? Bugun sizlar bilan hech qanaqa o'yin o'ynamaymiz, hech qanaqa o'yinni obzor qilmaymiz. Birinchi o'rinda bugun sizlar bilan Orip Play'ning eng birinchi videosiga o'zimni nol reaksiyamni ko'rsataman. Nol reaksiya deganimga bilet nima bu? Xullas Orip Play hozirda YouTube'da eng zo'r streamerlardan bittasi bo'lib kelyapti men uchun. O'zim bu subyektiv fikrim. İcodlari yaxshi biratdi. Xo'sh, hozirda nechta videolar bor? 384 ta videolaridan eng birinchisiga kiramiz. Eng birinchi videolari qana bo'lgan. Shunga o'zimizni eng xuyoviy reaksiyamizni bildirib chiqaramiz. Orip Play zo'r. Menga yoqadi. So'kinmay. Birinchi o'rinda so'kinmaydilar aka, odobli ular. Ikkinchi o'rinda nima desa bo'ladi? Odamni o'yinda va video o'yinlar odamning YouTube'dagi videoda odamni o'zini ushlab tura oladilar, jalb qilib tura oladilar. Shunisi zo'r. Qanaqadir so'kinish ham bo'ladi. Ara-arada kam. Horror janridagi o'yinlarni birinchi o'rinda o'ynab obzor qilganlari uchun вообще 5 ketaman. To'g'ri, horror janridagi o'yin horror janr o'zi eng yoqtirgan kinolari ham yoqadi, o'yinlari ham yoqadi. Blogerlar ham mana yoqibdi. Chotki ijodlari chotki kitobda ekan. Xo'sh, bu videoni boshidan ko'rib 5-minutga kelganda OBS'da video pauza bilib qoldim. Yommayo. Tuzchi qo'yaylik, ovoz chotki. 1 2 3 ketdi. Ekranga yaxshilab o'rnashib olgan bo'lsangiz, bugungi videomizni boshilib qo'ysinim. Yerga g'or bor, Bug'orda internet ishlamayapti. Jalab. Och. Videoni och. Ketyaptimi? Ketyapti, zapis ketyapti. Yonma-yo zapis ketyapti. Voy. Mana bu odamda katana turgan bo'lar. Assalomu alaykum aziz do'stlarim. Bugungi videomiz The Forest o'yinini qanday qilib eng yaxshi boshlab olish, ya'ni eng zo'r start, shuningdek o'yin davomida bizga juda ham kerak bo'ladigan qurollardan biri, ya'ni katanani qanday qilib topish haqida bo'ladi. O'zi umuman o'yinda ikki xil qurollar mavjud, ya'ni biri bu tayyor qurollar bo'lsa, ikkinchisi o'zimiz tayyorlagan, ya'ni craft qilgan qurollar sirasiga kiradi. Katana esa bu tayyor qurol. Uni yasolmaymiz, ya'ni craft qila olmaymiz. O'yinni boshlab oldik. Qisqasi shu o'rinda ko'rib chiqish kerak. Video qo'yilganiga necha yil bo'ldi? 1 yil avval ekan. Xo'sh, videoni ko'rsatamiz. Biz mana bu tirik qolish, o'shanaqa reality shoular yulduzimiz, TV yulduzimiz. Hozir olgan kitobi o'zini kitobi edi, bu o'g'limiz. Xo'p. Boshdan Bitta gapini aytganda, hozir 21 minut ekan videolarga. Shuni e'tibor bersan, 21 minut ekan. 21 minutda ichida odamni bitta videoda ushlab turish ham juda ham katta qiyin ish birinchi o'rinda. Shu qobiliyat menda yo'q, qo'ysin. aytganimdek, umuman olganda hozirgi videomiz bu sarguzasht bo'ladi. Xo'p. Kichik sarguzasht desak ham bo'ladi, sababi katana hozir joylashuvi hozir samolyot qulagan joyga bog'liq. Chunki qachonki bu o'yinni yangitdan boshlasangiz, samolyot har doim har xil joyga qulagan bo'ladi. Faqat bir xil joyga qulamaydi. Okey, tushunarli. Birinchi navbatda samolyotdagi hamma narsani iloji boricha yeyish kerak, olish kerak, dori. Stewardessani lut qilmaysanmi? Chunki
hammasi bizga kelajakda kerak bo'ladi. Keyin samolyotdan chiqqandan so'ng albatta Hop, yugurib ketib qolish kerak emas. Birinchi o'rinda qilish kerak. chamadonlarni, mana chamadonlar hammasini ochib, hammasini loot qilish kerak. Ha, aytdingiz hozir. Inventarimiz to'lib qolmaydi. Inventarimiz juda katta. Yo'mayo, bitta narsaga keyin e'tibor bersanglar, mana mashina survival o'yinlarda uni personaj bir-birini razgovor qilmaydi-ku. Ashuna o'yinlarda gap topib, gapirib, odamni o'ziga jalb qilib, o'yinda bunda videoni ichida qoldirish juda ham qiyin. Lekin bu Orif Play akamiz normada birinchi videoga vobshe chotga uddalaganlar. Gap yo'q lekin. Men birinchi videomni eslasam, ko'zimga yosh keladi, yonmayo. Mayli, odam bir-biri bilan solishtirmash kerak. Imminda mana shu material, dori, skochlarga inventar to'lmaydi. Qancha ko'p bo'lsak shuncha yaxshi. Okey. Qo'ziqorinlar zaharli, qo'ziqorin yaxshi yemaslik kerak, lekin biz hozir qulagan joyimiz ancha yaxshi, Katanaga yaqin. Katana g'orda o'zi joylashgan, o'sha g'orga tushamiz. O'yinni boshidan Bitta narsaga uzr so'ramoqchiman do'stlar. Kачество, videoni kачествосiga juda katta uzr so'rayman. 480 megapiksel bo'lib yotibdi. 720 yo 1080 ga qo'ysam bo'ladi. Internet kam birinchi o'rinda, ikkinchi o'rinda juda sust. 480 o'zi ba'zida o'chibdi. Xo'p. Dalshi videoni ko'ramiz. g'orga tushib, sekingina olamiz. Boshqa chamadon qoldimi, qolmadimi? Bu atrofda boshqa ko'rmayapman. Maytda 3 ta qoldi. Shokolad, pul, hammasi kerak bizga. Spirtnoy. Yo, spirtnoy bo'lmasa bo'lmaydi, brat. Xibla. Qiyinlik darajasi normada o'ynayapman. Qiyin emas, oson emas. O'rtacha o'yinni o'zi rekomendatsiya qilgan. Qiyinlik darajasida bu degani birinchi kun, ikkinchi kun bizning vaqtimiz bo'ladi. Yovvoyilarsiz yashab tirik qolib olishga. Tosh bo'ladimi, cho'p bo'ladimi? Hammasi bizga kerak. Agar omadingiz kelib, xuddi menga o'xshab hozir samolyotingiz mana shu atrofga qulagan bo'lsa, Xo'sh. chamadonlarni hammasini loot qilgandan keyin tezlik bilan mana shu pastlikda g'or bor, Katanani g'ori. O'sha yerga tushsalaringiz bo'ladi. Men hozir bexatar yo'lni ko'rsataman. Xo'p. Bu hozir o'yinning nomini nazarimda yo aytmadilar yo aytdilarmi, esimda yo'q. Qarochi hozir avval emas, hozir mana 2025-yilda bu 1 yil oldin qo'yilgan bo'lsa 2024-yil bo'lgan. 2025-yilda Orif Play birinchi bunda muzika bilan klip. Endi bu kamchiliklar emas. Hozirgi videolari ham kamchiliklari bor. Kamniki ko'zga tashlanmaydi. Birinchi boshlanadigan YouTuber uchun juda zo'r deb o'ylayman. Bunda hozirgi Orif Play shunda muzika bilan kelib turib, o'yinni tanishtirib, mana bu o'yinni Steam platformasidan menimcha pulga oldik. Qarochi mana bu haqida bo'ladi deb oxirgi qo'ygan turkcha horror o'yinlari va 150 challenge. O'shani vashsha zo'r o'ynatdim. Mazza qilib boku. Ko'rib mazza qilib Seriozna. Mazza qarochi. Qandash. Shu yerda imminda shu yerda g'or bo'lish kerak mana. Samolyot tepaga tushdi. Tepadan ozroqgina tushib, mana bunaqa g'or, mana arqonni ko'rsak, bu g'or bo'ladi. O'sha g'orga tushsak, samolyotdan to'g'ri tushib, o'sha g'orga tushsak, pastda hozir Katana bo'ladi. O'sha Katana bilan kimni borish kerak? Nima qilish kerak? Keyin kechki vaqtda yaxshi ko'rinish uchun atrof muhit Texasga qo'yib olsalaringizlar, yorug'roq bo'ladi o'yin. Yorug'roq ko'rinadi. O'shani ham hisobga olib qo'yinglar. Zajgalkam yo'q, biz zajgalkamiz uchmaydigan zajgalka. O'yinning oxirigacha umuman uchmaydi o'z zajgalka. G'orga tushganimizda bizda ikkita yo'l bor. Hozir ko'rsataman. Material, rasmlar, bosh suyak hammasi kerak bizga, hammasini olaveramiz.
eshityapsizlarmi ovozini? Eng yomon dushmanlarimizdan biri u. Aynan shu yerga, men shu yerga kelganimizda ikkita yo'limiz bor. O'ng tarafga yo'l, Xo'sh. chap tarafga. O'ng taraf juda ham xavfli. O'ng tarafda borish umuman foydasi yo'q. U yerda kerakli loot ham yo'q. Biz chap tarafga sekingina mana bu taxtalarning ustidan boramiz. Taxtalarni o'zi yo'l ko'rsatish uchun qo'yib qo'ygan. Sekingina borib Shu 1 yil oldin men Orif Play значит o'yinni bir marta oldinga bir o'ynab olgan ekanlar-da. Hozir nega unamas? Va 696 ni o'ynaganlar вообще chotkida mazza qilib odam o'ynab. Realni. Dальше. yerga o'tsak, mana bu odamda katana turgan bo'lar. Videoni boshlanishi. MacBookchilar, voy, gap yo'q, молодец. Juda ham tezkor qurol. Imni yo'ylarni o'ldirish uchun Pulli qara, cholo, pulli qara, yonmayo. Baqvat yoshi, baqvat. yo'yu mutantu umuman farqi yo'q. Bitta gapini aytganda Pоворот не tudadan sal boshqacharoq qilsa desa ham bo'ladi. Pоворот не tudada ko'rsanglar mashinani urib ketadi, mutantlarni odam yeydi. Bunda samolyot ucharkan, orolga ucharkan. Mana bunga asoslangan kino ham bor, lekin men uni ko'rmaganman. Eshitganman, ko'rmaganman. Dальше ketamiz. Juda ham tezkor, juda ham kerakli qurollardan biri. Bu yerda ovqat, dori, soat, ijtimoiy iloji boricha qoldirmaslik kerak. Ichimlik, piva, sarda. Dastur yo'qmaymiz. G'orni bu tarafda hech nima yo'q. Sekingina qaytsak ham bo'ladi. Sekin qaytishimizga Bizda fonar ham bor. Juda ham kerakli buyumlardan biri o'yindagi. Fonar ham. Agar yana ham fonar lekin batareya bilan ishlaydi. Iloji boricha batareyalarni loot qilish kerak, ko'proq loot qilish kerak. Kelgan yo'limizdan sekingina qaytamiz. sekingina Va mutantlar bizni eshitmasligi uchun. shopillar qaytib yotibsiz aka. Billet nimadir sakradi. Boshdan katta uy qurishimiz shart emas. Boshi eng kichkinasini qurib, saqlangan uchun va uyqu uchun eng kichkinasini qurib, faqatgina lootlarni Lutka. bizga kerakli, syujetga kerakli bo'ladigan lootlarni, kerakli buyumlarni yig'ishimiz kerak. Xo'p. Agarda biz bu o'yinning syujet qismini to'liq yutishni xohlasak, albatta. Birinchi o'rinda hozirroq loot qilaman. Keyin o'zimga kichik boshpana quraman kechasi. Xo'sh. Yovvoyilar bilan urushib yurish xohlamasam agar. Okey. No, video shu joylarida sal o'zini unda qiziqtirishini, o'ziga tortishini yo'qotarkan, lekin bu birinchi youtuber, streamer odam uchun man bilmayman 9 minut 14 sekund mana men hozir sal unda zerikib qoldim videodan, lekin 9 minut 14 sekund odamni ushlab turib oldimmi? Bu birinchi video youtuber uchun bomba. Portlatib darajada bang. Серьезно. Portlatib yuboradigan darajada o kitobda video reels. Onnasini video reels deyman. Dальше. Chiqib ana YouTube nima deydi? Nimadir ban berib olmaydimi? Birovni videosini nima qilibsan deb. Dальше ketaveraylik. Bizga ban bo'lsa ham nima qilish? Подписчик yo'q bo'lsa.
Tosh bo'ldi, tosh to'ldi. Uyqu bosibdi odam. Batariya kalla, yomma qara. Bu paytda naushniklari ham, mikrofonlari ham prostoy bo'lgan. O'zi baqotlarni olganlar birat. Bu yo'ylarni lager desak ham bo'ladi. Bu yerda ham ozgina loot bor. Janoq ko'p emas. Bu yerda adashmasam ikkita arqon bo'lardi. Arqon bor, keyin kanister ham bor. Nima bu? Voy pilla. Juda ham tez qochadi. Yomma-yo. Qo'limizdagi bolta bilan buni o'ldirish juda ham qiyin. O'shani osonga o'ldirish uchun men buni tezda craft qilib olsanglar, o'ldirish oson bo'ladi. Shuningdek, O'yin zo'r ekan, lekin кажется, любой предmetda nima desa bo'ladi? Narsalarni yasab, dalshi o'ynab, hayotiga yaqin. bizga kerakli uy mana bu uy hozir. Mana bu eng kichkina uy mana shu. Salgan joyga. Yomma-yo, uy changara qilish. Tukur. Ikkita nima kerak bizga? Buni bistri slotga qo'yib olay. Sodani o'rniga qo'ydim. Orolda ba'zi uchun juda ham qulay joy bitta bor. Har doim qachonki o'ynasam o'sha yerga qurganman va u yerda umuman muammo ham bo'lmagan. Umuman kutilmagan mehmonlar ham kelmagan kechasi. Hozir agar vaqt etsa o'sha yerni ham ko'rsatib o'taman. Baza qilishga joyni qanday qilib baza qurish kerak, qaysi turdagi uyni qurishimiz kerakligi haqida ham. Vaqtimiz yetsa albatta. O'sha loot qilish основной. Zudlik bilan saqlanib qilamiz, chunki katana uchun, ya'ni boshqatdan kirib o'tirmasligimiz uchun Xo'p. lootni asosan mana bu yoqda qilamiz. Bu barglarni kessak bizga barg beradi. Xo'p. Men o'ylaymanki, bargni kessak pul olamiz deb o'ylayman. Yo'qmi-yo'q. Nima? Chap burchakda ko'rishingizlar mumkin. Ikkita barg qo'shildi deyapti. Barg qachon kerak bo'ladi? Biz barg bilan kastyor yoqqanmiz, barg juda ham kerak bo'ladi. Yo'qmi-yo'q. Buchalar yuvordi bu. Boya aytganimdek, nayza mana shuni o'ldirish uchun, mana shu kalta kesakni o'ldirish uchun eng qulay qurollardan biri nayza. Qo'yadi. Kaltagisamiz o'tkazib. Tepaga borsammi? Qaz ko'raylik, zerikdim. Qanday zerikdim. Borsam ham bo'ladi, lekin boyagi bazaga kun botadiganga o'xshamayapti hali. Sakrab chiqqan joyiga babshi qiziq qoldi. Ikkita ujizcha sakrab chiqibdi-ku, ashini qaysidaman bitta. Ashini qiziq qoldi. Mana mashina. Bu yerda ham g'or bor, bu g'orda Yumana. voy. Yubla. Hozir ko'rsataman men senga. Yo'q, katana bilan aka. Isyon. Hop. Hop. O'zini o'zi o'ldiryapti. Yana tegildi. Bo'ldi, tamom. Bo'ldi, tamom. Tayyor bo'ldi. Janatda bor edi. Qo'ysin. Imran jilet bu.
Kule Pushtiga. Mayli. Mayli. Qo'llamaysizmi birodar? Yugurib qo'llayni. Hayotda bo'lsa mayli deyishga bor. Bazani biz bu baza qurishim. Men o'zim shaxsan bu baza quraman. Ya'ni suvning ichida. Hozir ko'rsam aniqroq Xo'sh. bemalol qaytib borib o'sha yerda ham saqlanib qilsak bo'ladi. Suvga baza quyidagicha quriladi hozir. Ko'raylikchi. Birinchi mana buni ikkita toshni orasiga maksimal katana topish va qanday qilib eng yaxshi boshlab olish haqida edi. Bugungi qismni bitta mana buni qurish bilan tugatsak bo'ladi. O'zidan personaj Shustriya. Bizga tayoq kerak. Taq uchadan tap. Tayoqni biz mana shunaqa o'xshagan kichkina daraxtlardan olamiz yoki yerdan. Qulayrog'i kichkina mana shunaqa daraxtchalardan olganimiz ma'qul. Okey. Bu o'yinaga ikkita mutant chiqqan joy vashshi kulminatsion nuqta bo'ldi men uchun. Mazza Bir qilib ikki. Seriozni mazza qilib shu ujizchalarni fiching qilib pichoqlashadiganini ko'rib mazza qilib yubordim, lekin seriozni o'yin zo'r ekan. U vashshi mutantlar chiqsa zo'r. Bag'i umedi. Dalish ishlash kerak. Hayotda ham ishlab chechab ketdi, yonma-yon. 3 4 Dalish o'tkazaylik. Короче, personajim charchadi-ku. finalga boraylikchi, finalga. Uxlasak ham bo'ladi. Yangi kun boshlandi va shu bilan bugungi sarguzashtlarimiz tugadi. Xo'p, Lekin agarda sarguzashtlarimizning davomiga ham qiziqsangiz, davomi ham sizga qiziq bo'lsa, bu haqida o'z fikringizni kommentariyada qoldirishni unutmang va albatta harakat qilib siz ham kommentariy yozishni unutmang, bratim. Kommentariy biz uchun juda kerak, ham o'zim uchun kerak. Bizga yo'q, bitta ikki kishi emas. Dalish. qilamanki, harakat qilamanki, o'yinni syujet qismini oxirigacha yutishga Okey. avval yutgan bo'lsam. Barchangizga rahmat. Uchrashguncha. Sizlar bilan ham uchrashguncha. Endi kommentariyaga o'tib chiqaychi. Assalomu alaykum. Bugungi videoda qanday qilib The Forest o'yinini yaxshi boshlash uchun variant ko'rib chiqamiz, marhamat deb yozgan ekanlar. P Matrenskiy FATH 260 HDD 1 terabayt. Nega kompyuterlar zo'r ekan? 16 MHz pashti manikidan ancha baland takkan. Kompyuter haqida ma'lumot opisaniyada. 10 ta prosmotr qila olamizmi? Legendani boshlanishi. Albatta, bratam. Legendani boshlanishi mashtan Mavludi Yo'ldasheva. Legenda-ku bu bratimiz legenda-ku. Shu yerda legenda boshlangan, albatta. Legenda boshlanib holgacha kelib turibdi. Xo'sh, oktyabrda ko'rayotganlar bormi? Hozir yozib qo'yay. Man video olaman reaksiya qilaman. Kaplok bosilib qoldim. Shu videoga. Xo'sh, oktyabrda ko'rayotganlar ham bor. 4000 like. 400-like mandan 25-yilda ko'rdim bu videoni. Menga like bosing. Pashol nahvo, unlike bosaman nima edi? Demoqchi edim. Prosta bu ham sizga podpiska, like bosib qolish mumkin. 2025-yilda qiziq ko'radiganlar bormi? Men kelajakdan keldim, bro. Sizni hali oldingizda juda katta yutuqlar kutib turibdi. Malades. Bitta narsa men ko'zimni level devildi. Juda osonku. 1200 ta prosmotr manda nimaga 1200 ta prosmotr emas? Mayli qo'ysin.
Bu video Orif Play sizga hurmatli katta. Siz zo'r streamerlardan bittasi, siz youtuberlardan bittasiz. Xo'sh, bu video endi boshlanish edi. Holi juda ko'p streamerlarga, PUBG'larga, любойga eng birinchi videosini ko'rib o'zimni reaksiyamni bildiraman. Bundan keyingi streamer, youtuber, gamer qaysi bo'lishini shuni o'zinglar shuni kommentariyada yozib qo'yinglar bo'ldi. Shu kerak xolos menga. Bugungi video o'z nihoyasiga yetdi. Sog' bo'lasizlar. Qani to'xtataychi.